Meta learning o'rganishni o'rganish san'ati. Ko'pchilik odamlar odatda o'rganishni miyani ma'lumot bilan to'ldirish, yodlab olish, soatlab kitob o'qish deb o'ylashadi. Natijada ular yillab vaqtlarini isrof qilishadi. Ma'lumotni iste'mol qilish bilan haqiqiy o'rganishni ajratib turuvchi juda ham ko'p faktorlar bor. Misol uchun ulardan bir nechasi yodlashga urinish. Ma'lumot iste'mol qilayotgan odam doimo biron bir ma'lumotni yodlashga harakat qiladi va boshqalarga bilishini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ko'p vaqt sarflashadi. Kimki har kuni 8 soat o'qiyman va shu orqali ko'proq o'rganaman desa, bu odatda noto'g'ri yo'lga borish mumkin. Sifatga emas, miqdorga e'tibor berish. Ya'ni bu o'zaro bir-biri bilan chambarchas bog'liq. 8 soat o'qigan taqdirda ham agar bu to'g'ri metodika va to'g'ri usul bilan qo'llanilmasa, u shunchaki miyani qizdirish bilan bir xil bo'lib qoladi xolos. Endi haqiqiy o'rganayotgan odam ma'lumotni yoki qiymatli bir bilimni his qilishga harakat qiladi va uni amalda qo'llab ko'radi yoki haqiqiy qiymatli bilimda doim amalda qo'llashga turtki bo'lib turadigan bir belgisi bo'ladi va olayotgan ma'lumoti bilan haqiqiy o'rganayotgan odam doimo yechim yaratishga harakat qiladi. Har qanday muammosi bor odam yoki atrofdagi muammoni ko'ra olayotgan odam qiymatli ma'lumot uni qo'liga tushganda o'sha bilim bilan yechim yaratishga harakat qiladi. Salom, ismim Mahror va men Yozish sizni qutqaradi nomli 7 kunlik video darslik tayyorlaganman. Agar sizga kundalik tutish va yozish odatini o'zingizga kundalik hayotingizga tatbiq qilmoqchi bo'lsangiz, bu narsani sizga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Ilingim keldi. Pastdagi havola orqali o'tib qo'shilsangiz bo'ladi. O'rganishdan asosiy maqsad bilish emas, aksincha bo'lishdir. Ya'ni siz o'rganish jarayonida o'zingiz xohlagan insonga aylanib borishingiz kerak bo'ladi. Buni hammasi creating the self identity you want. Ya'ni o'zingiz xohlagan xarakterda o'zingiz o'rganmoqchi bo'lgan bilim, ma'lumot, mahoratlar bilan yaratishdir. Bir qadam ortga chekining va tahlil qiling. Zoom out qilib, ozgina o'ylab ko'ring. Siz o'rganmoqchi bo'lgan qanday bilim bor? Psixologiya, marketing, dasturlash yoki boshqa bironta bir bilimmi, yo'nalishmi, kasbmi, mahoratmi? Shuni aniqlab oling. O'rganish usulingizni aniqlang. O'qiganingizda yaxshi samara olasizmi? Yozib o'rgansizmi? Do'stingiz o'rgatganida yaxshiroq tushunasizmi? Balkim sizga mentor kerakdir. Balkim video darsliklarning o'zi kifoya bo'lar. Shularni bir-birini topishingiz kerak bo'ladi. Shulardan birini. Sizga eng mos keladigan muhitni toping. Qayerda yaxshiroq, miyangiz tinch holatda ko'proq samarali natija olib kela oladi sizga. Kutubxona, kafe, shaxsiy xonangiz, buni o'zingiz hal qilasiz. Kunning qaysi qismida miyangiz yaxshiroq ishlaydi? Tongdami, oqshomda, tushlik payti yoki boshqa paytlarda? Bir narsaga e'tibor bering. Faqatgina bir narsaga. Bitta yo'nalish psixologiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta yo'nalish toping. Bitta mavzu, bitta usul, bitta muhit, bitta payt. Kunni bitta paytini topib, faqatgina o'sha bitta narsa bilan o'rganishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Miyangiz qanchalik kam chalg'isa, sizga shunchalik ko'proq samara beradi. Misol uchun, muhit haqida gaplashamiz, keling. Agar siz doimiy ravishda muhitni o'zgartirib dars qilishga harakat qiladigan bo'lsangiz, har muhit almashganida, aytaylik, kutubxonadan kafega borasiz bir safar xonangizda dars qilasiz, bir safar yana kutubxonaga borasiz. Agar doim shunaqa aylanib yuradigan bo'lsangiz, miyangiz atrofdagi ma'lumotlarni yangi ma'lumot sifatida qabul qilib o'rganishga harakat qiladi. Va natijada sizni ro'parangizda turgan ma'lumotni olish o'rniga miyangiz atrofdagi ma'lumotlarni o'rganish bilan, o'shalarni absorb qilish bilan band bo'lib qoladi. Shu sababli bitta narsadan foydalanib, o'zingiz xohlagan natijaga chiqib olishingiz kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa 3 hafta, 1 oy davomida shu usuldan foydalanib ko'ring. Meta learning aslida odamlarni eshitish orqalimi, ko'rish orqalimi, ya'ni audio, visual va tushunish orqalimi yoki so'z orqalimi, xullas har xil yo'llar bilan o'rganishini tushuntirib bergan. Lekin aslida hozir men sizlarga o'zimni meta learning deganda nimani tushunaman? Ya'ni bu yerda usulingizni aniqlab olishingiz kerak, nimani o'rganmoqchisiz, qaysi paytda o'rgana olasiz. Asosan bu o'zingizni o'rganishdan iborat. Ya'ni o'z usulingizni o'rganish.
o'z o'rganish usulini bilgan odam boshqalardan 10 karra tezroq va samaraliroq o'rgana oladi. Misol uchun, agar siz morning person bo'lsangiz va tongda dars yaxshi qila oladigan bo'lsangiz, qayta misol uchun kechki payt dars qilganingizda unchalik foydasi bo'lmaydi. Shu sababli shu faktorlarni aniqlab olsangiz yaxshi bo'ladi.